сестры, обязательно досматривайте ролик до конца, поставьте лайк и напишите свое мнение в комментарии. Москва ФМС Сахарова, вот что творится. Сахарова. Gujarat. O'laveramiz. Moskva va Podmoskvye oblaslarida toza registratsiya qilish va uni cho'zdirish xizmatlarini taklif qilamiz. Chorniy spisokka tushgan va deportatsiya bo'lganlarni ham tekshirib, batafsil ma'lumot beramiz. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ertalab uydan chiqib ketasiz. Nima uchun? Nima uchun mehnat qilyapsiz? Ro'zg'orim, bola-chaqam, ota-onam va topayotgan pulingizni qanchasini o'zingizga ishlatasiz? Hech qanchasini. Butun borlig'ingiz o'zingiz kiymasangiz ham o'g'lim, qizim yaxshi kiysin, birovdan kam bo'lmasin, tengqurlardan kam bo'lmasin deb ota usti yupun bo'lsa ham bolasini yaxshi kiyintirib qo'yadi. Men ishonaman-da, mana shu yerda o'tirgan akalar bor-ku, siz pul topayapsiz, lekin o'zingizga qancha sarf qilsangiz, sizdan ayolingiz o'ziga ko'p sarf qiladi, to'g'rimi? Sizdan ko'proq kiyimga pul sarf qiladi. O'zi uchun erkak kishidan ayol kishi ko'proq pul sarf qiladi. Lekin shu pulni siz topayapsiz. Shuning uchun do'stlaringiz orasida, tengqurlaringiz orasida usti yupun bir yigitni ko'rsanglar, masxara qilmanglar. Kulgi qilmanglar. Kiyimingga qara, egningga qara deb. U bola chaqasi bilan ovra bo'lib yurgan yigit u. Bola chaqasidan orttirib o'ziga qarolmay yurgan yigit u. Kerak bo'lsa o'shanaqa yigitlarga ko'mak bering, yordam bering. Ketdi soxta baxtning qasriga, yuragimni uzib ketding, dil qoldimi armon kasbiga. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья и сестры, уважаемые подписчики, всех вас приветствую благословенным днем, Йом аль-Джумга. Пусть Аллах Та'аля примет все ваши садакат на пути Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Строительство краевой соборной мечети города Перми по адресу Бульвар Гагарина, 74, продолжается. Посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал, что после смерти три вещи идут в могилу человеку, как текущая милостыня, и становится прощение его грехов. Это праведный ребенок, валядун салихун ядгугуля, праведный ребенок, который будет читать за них. Это мечети, когда он оставляет их, помогает в строительстве. И третье — это знание. Остальное, все, что мы любим, и все, что для нас дорого, это все остается в мире, и никакой пользы вам не принесет. Пусть Аллах Та'аля примет все ваши благодеяния, садакат на пути Всевышнего Аллаха.